boshidan boshlab oxirigacha mana shu inson sabab bo'ldi. Mana Alloh xolisa. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Alhamdulillah, mana bugun Odilxon uchun quvonchli kun. Odilxon, kayfiyatlar yaxshimi? Ha, bismillah deb boshladik. Mana shu paytgacha yetib keldi, ha. Qalbingizdan nimalar o'tyapti? Xursandmisiz? Hammaga assalomu alaykum. Mana dokumentlarimizni boshidan boshlab oxirigacha mana shu inson sabab bo'ldi. Mana Alloh xolisa. Bitta bir 80% hal bo'ldi, xolos 20% yoki 10% qoldi. Hozir dokumentlar topshirib chiqdik. Endi Alloh xolasa viza chiqsa, inshaalloh uchamiz xolasa Angliyaga. Javon akamga katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin aka. Qilgan mehnatlaringizga rozi bo'ling aka. Inshaalloh ming marta roziman. Foydam teggandan xursandman. Inshaalloh sizga o'xshagan mijozlarimiz ko'paysin. Sizlarga sabrli, samimiy insonlar ko'paysin inshaalloh. Xudo xolasa, aeroportda turibman, Angliyaga atrofga qilayotganda chiroyli videolar qilish nasib qilsin inshaalloh. Har bir bandani Alloh o'zi yaxshiligi bilan siylasin. Biz bir sababchimiz xolos. Alloh taolo bergan iqtidor bilan ixlos qilib kelgan ofisimizga kelgan mijozlarga noldan boshlab sentrgacha hamma prosess hujjatlarini qilib beramiz. Inshaalloh rizq qo'shilgan odam xudo xolasa bismillah deb tushib ketaveradi inshaalloh. Hammaga nasib qilsin xudo xolasa. Angliyaga boraman deb qalbida niyati bo'lgan har bir mijozimizga Alloh taolo o'zi g'oyibidan yetkazsin inshaalloh. Xudo xolasa har doim shunaqa quvonchli, chiroyli kunlar bo'laversin xudo xolasa. Shunaqangi mijozlar ko'paysin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kim Angliyaga harakat qilmoqchi bo'lsa, bemalol chiqarasidan, xudo xolasa sababini qilamiz inshaalloh. Noldan boshlab sentrgacha hamma shunday tayyorlab beramiz. Easy visa, best of the best. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.